Noyabr oyining 2-payshanbasi dunyoning ko'plab mamlakatlarida butun jahon sifat kuni sifatida keng nishonlanadi. Bu sana mahsulot va xizmatlar sifatini oshirish, iste'molchi huquqlarini himoya qilish va har bir sohada mukammallikka intilish ramziga aylangan. Sifat bu nafaqat mahsulot yoki xizmatning darajasi, balki bizning kundalik hayotimizda ishonch, xavfsizlik va barqarorlikning kafolatidir. Shu munosabat bilan Raqobat qo'mitasining Farg'ona viloyat hududiy boshqarmasi tomonidan Farg'ona davlat texnika universitetida ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirda yoshlar o'rtasida huquqiy ong va iste'molchilik madaniyatini yuksaltirish hamda sifat tushunchasining jamiyatdagi o'rni haqida so'z yuritildi. Bu sifat kuni 1989-yil 6-noyabrda birinchi marotaba nishonlangan. Ushbu sifat kunini Birlashgan Millatlar Tashkiloti ko'magida Yevropa sifat tashkiloti va Amerika Qo'shma Shtatlari hamda Yaponiya sifat tashkilotlari o'rtasida tashkil qilingan va hozirgi kunda 80 dan ortiq mamlakatda shu sifat kuni noyabr oyining 2-payshanbasida nishonlanib keladi. Bu yil ushbu kun 13-noyabrga to'g'ri kelmoqda. Mutaxassislar butun jahon sifat kunining tarixi, mamlakatimizda yuqori sifatli mahsulot va xizmatlarni ta'minlash yo'lida amalga oshirilayotgan ishlar haqida ma'lumot berishdi. Shuningdek, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish, oziq-ovqat mahsulotlari sifatini nazorat qilish borasida olib borilayotgan chora-tadbirlar ham keng yoritildi. Talaba yoshlarimizga ushbu seminar juda ham o'rinli vaqtda bo'lib o'tdi. Ya'ni qish mavsumida turli konserva mahsulotlariga talab oshadi, ya'ni iste'mol talabi oshadi. Konserva mahsulotlarni xarid qilishda uni yaroqlilik muddati, sifati hamda uni iste'mol qilish yo'riqnomalari borasida juda ham chiroyli ta'kidlandi, tushunchalar berildi, ko'rsatmalar berildi. Hamda osh tuzi mahsulotlarini yodlanganlik muddatini o'tib ketmasligiga e'tibor qaratishlari borasida yanada tushunchalar berildi. Talaba yoshlar esa o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan murojaat qilib, soha vakillaridan batafsil javob oldilar. Bugun sifatga bo'lgan e'tibor ertangi kun farovonligining garovidir. Shunday ekan, har birimiz o'z ishimizda sifatga intilsak, jamiyatimizda ham farovonlik, ham ishonch mustahkamlanadi. Hasanboy Ibrohimov, Rustamjon Muqimjonov, Ruxsor News dastur uchun maxsus.